Matiz, bo'lmaydi. Nimaga? Kira qila olmaysan. Uzog'i dastavka. O'zimga haydashga olmoqchiman. Davri o'tdi uni. Tuzatib bersin ketadi. Yaqinda shaharga ham kirgizmay qo'yadi. Spark ol hech bo'lmasa, takoy normalniy. Ha, aytgancha kartingda 5000 chiqsa tashavar yo'l kiraga qolmadi. Spark, bo'lmaydi. Nega? Ertaga gaz qo'ygan kelib qoladi. Keyin bagaj yo'q bo'ladi. Benzinda yursam-chi? Hamma shunaqa deydi. Chaqqandan keyin bilasan bir oy yurib. Undan ko'ra Nexia 3 ol, bagaji bor maza qilib yurasan. Nexia 3 bo'lmaydi. Nega? Beo'xshovdi. Undan ko'ra Gentra ol. Расходи ko'p emasmi? Katta bola bo'lib yurasan. Takoy solidniy. Gentra bo'lmaydi. Nega? Расходи ko'p, puliga arzimaydi. Agar gaz qo'ysam-chi? Bo'lmaydi, eskicha dizayn. Zamondan qolgan o'sha. Avtosalondan chiqmayapti ham. Undan ko'ra Cobalt ol, ro'zg'oringga yaraydi. Cobalt bo'lmaydi. Nega? Kira qilmoqchimisan? Nimaga olmoqchisan? O'zimga haydashga. Bitta tanishimga Cobalt bor edi. Spark orqasidan yetib oluvdi. Krilolari karton qog'ozda yirtilib ketdi. Вообще grob. Inamarka ol, mazza qilib haydaysan. Inamarka bo'lmaydi. Nega? Keyin uni qanaqa sotasan? Inamarka olsang 2-3 yilda yarim narxiga sotishingga to'g'ri keladi. Etrakar bo'lmaydi, soatga zarar. Qacha hammanga pishtom yuraman. To'g'ri, odamlarga nima bo'lyapti? Nervini bo'lib qolgan hamma.